Hörmətlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Amerikanın Maliyə Ministri Janet Yellen 4 ayının 3 günüdən 4 ayının 9 günügəcə Xitayda rəsmi ziyarətdə olub, Xitayның mühim savdo sanoatçıları və siyasi rəhbərləri bilan görüşməkçi bolğan. Bu ziyaret nuqul diplomatik aralashishlar emas, davrimizdagi eng jiddiy kishilik huquq krizisining biri bo'lgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni hal qilishning cho'nqur fursatini yaratadi. Sharq Turkiston surgundi hukumati bu munosabat bilan 2 aprel kuni Amerika hukumatini Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiligi, ishg'oliyati va mustamlikasini ayblash va uni oxirlashtirish uchun harakat qilishga chaqiriq qilib e'lon qilgan axborotida Amerikaning Maliya ministri Janet Yellen Xitoyni ziyorat qilishga tayyorlik qilayotganda Sharq Turkiston surgundi hukumati Janet Yellenning darhol harakatga kelishini talab qiladi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Xitoy ishg'ol qilib olib Xinjiang deb atab olgan Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qarshi elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni hal qilishning intayin muhimligini ta'kidlaydi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi Dr. Memtimin Ala Maliya ministri Yellenning Beijing ziyarati Xitoyning davomlashtirib kelayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ayblash uchun intayin muhim fursat bilan ta'minlaydi. Sharq Turkistonda uzundan buyon davomlashib kelayotgan insonparvarlik krizisi xalqaro jamiyatning kuchli va jiddiy inkosini talab qiladi dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Xitoy hukumatining vahshiyligini javobgarlikka tortish uchun konkret tadbir qo'llanishning jiddiy lozimligini ta'kidladi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyer apandi biz Maliya ministri Janet Yellenni o'z vazifasidan foydalanib Xitoy amaldorlari va Uyg'ur qirg'inchiligiga aloqador o'rinlarga qaratmaligi yuqori bo'lgan jazolashni tashabbus qilishga chaqiramiz dedi. Yellenning roli iqtisodiy ishlardan olqib kishilik huquq va dunyoviy adolatga bo'lgan va'dasini o'rinlashni o'z ichiga oladi. Uning parlamentdagi eng yangi bayonoti Xitoyning atalmish Xinjiangda davom qildirib kelayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi hal qilg'uch tadbir qo'llanishning lozimligini ta'kidlaydi. Amerika hukumati Xitoyning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qaratgan vahshiyligini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, Xitoyning javobgarligi surishti qilinmadi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bexatarlik ministri Salih Xudoyer yana bir qatim ta'kidlab, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik ichida Xitoyni xotirjam qilish axloqiy jihatdan ayblanishga tegishli ish. Dunyoning adolatiga buzg'unchilik qiladi. Amerika o'zining qimmat qarshini qo'g'dishi va Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmiga qarshi hal qilg'uch tadbir qo'llanishi kerak dedi. Maliya ministri Janet Yellenning ziyarati Sharq Turkiston surgundi hukumatining Amerika tashqi ishlar ministrligining oldida 1990-yil 4-oyning 5-kuni portilgan Barin inqilobining 34 yilligini xotirlab namoyish qiladigan kunga to'g'ri keladi. Bu namoyish orqali Sharq Turkiston surgundi hukumati Amerika hukumatini masalaning tub sababini, ya'ni Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati, mustamlikasini hal qilishga chaqirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Amerika Maliya ministri Janet Yellen va Amerika hukumatini Xitoy hukumatining atalmish Xinjiangdagi vahshiyligiga qarshi ahamiyatli harakat qo'llanishga chaqirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Janet Yellendan Beijingga qiladigan ziyoratini Sharq Turkiston uchun xalqaro qo'llashni qo'lga keltirishdagi bir fursat deb tunib harakat qilishni talab qiladi. Amerika hukumati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi kuchli va prinsipal pozitsiya tutish orqali kishilik huquq va adolatga bo'lgan tavranmas va'dasini namoyon qila oladi. Harakat qiladigan payt keldi. Davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi insonlarning izzat hurmatiga qilingan ig'ir daxli ta'rizga va insoniyatning kollektiv vijdonining siniqiga vakillik qiladi. Maliya ministri Janet Yellen Xitoy rahbarlari bilan ko'rishganda Eli Vasalning biz cho'qim har vaqt taraf tutishimiz kerak. Betaraflik zolimlarga yordam beradi, hargizmi ziyonkashlikka uchrag'chiga yordam bermaydi degan so'ziga diqqat qilishi lozim deyildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Amerikani Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati, mustamlikasi va irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirish uchun dunyoni harakatga qo'zg'ash maqsadida e'lon qilgan axboroti Isroil vaqtini o'z ichiga olgan turli axborot vositalarida 2 aprel kuni xabar qilindi.
Talip chiqimiz zakat videosida Allah yo'lidagilar kategoriyasini Allah yo'lida kurash qilish va uning hukmiga tushadigan ishlar degan ikki variantga ayiradi. Ammo tilga olgan misollarning umumisi Allah yo'lida kurash qilganlikning hukmiga tushadigan ishlardan halqib ketmaydi yoki tilga ilinganlar asosan diniy sohaning sirtiga chiqib ketmaydi. Allah yo'lidagi kurashning dal o'zi hisoblanadigan, ya'ni Allah yo'lida kurash qiladigan ishlarning hukmiga tushadigan emas, balki kurashning dal o'zi hisoblanadigan ishlarga bo'lsa tafsilotliq bir talmi misol bermaydi. Faqatla yuqorisi Allah yo'lida jihad qilish deganga o'xshash jihad so'zini, ya'ni Allah yo'lida kurash qilish so'zini bir necha takrorlab qo'yishdan boshqa tafsilotga kirmaydi. Allah yo'lida kurash qilishning hukmiga tushadigan ishlarni misolga olganda, musulmonlarning umumiy manfaatiga xizmat qiladigan diniy xizmatlarni tilga oladi-yu, musulmonlarning diniy va dunyolik mavjudligini kafolatga ega qiladigan jihadning o'zi qatoridan sanashga bo'lgan va musulmonlarning siyosiy manfaatiga, siyosiy mustaqilligiga xizmat qiladigan birmi ishni misolga keltirmaydi. Tugal misollarning ko'pi Allah yo'lidagi kurashning hukmiga tushadigan ishlardan halqib ketmaydi. Ya'ni jihodning o'zi hisoblanadigan siyosiy mustaqillik ko'rishiga yetishlik siyosiy harakatlardan birarsi tilga ilinmaydi. Jihodning hukmiga tushadigan, jihodning savobini oladigan boshqa variantdagi ishlarni bo'lsa, og'iz-og'izga tegmay misol qilishga zo'riqidi. To'g'risi siyosiy xususda deganda zehni siyqirashni boshdan kechiradigan, mumkin qadar siyosiy sizlashishni bo'lmagan taqdirda siyosiy tushning darajasini tuvanlatish, rengini suslashtirish tutumini halqiliq chog'larda ifodalab kelgan bu talibchiqimiz zakotning halqiliq temalaridan biri bo'lgan Allah yo'lida jihadning o'zi doirasiga kiradigan ishlarga mumkin qadar cho'kmaslik, jihadning hukmiga kiradigan ikkinchi variantdagi ishlarni sanab bo'ldi qilish bilan kifoyalanishga tirishadi. Hatto buninglik bilanmi kifoyalanmasdan siyosiy da'vo yo'lini Allah yo'lida kurash qilishning yo'li doirasidan chiqarib ulgurdi va da'vo yo'liga zakot durust bo'lmaydi deb fatvo bichdi. Allah yo'lida kurash qilishni fi sabilillah kategoriyasiga tizish ham ashu kurashning jarayon bosqichlaridan biri bo'lgan siyosiy da'vo yo'lini Allah yo'li doirasidan chiqarib tashlashdak zidliqni shariat hukmi qilishga urinadi. Acaba da'vodan maqsad Sharq Turkiston da'vosi, ya'ni Sharq Turkistonni mustamlikadan qutuldirish, mustaqil qilish da'vosi emasmi? Sharq Turkistonliklarning jihodi Allah yo'lidagi kurashning birinchi g'oyasi ashu tuproqni siyosiy mustaqillikka erishtirish emasmi? Bu kurashni amalga oshiradigan harbiy va siyosiy harakatlarning hammasi o'z navbatida Allah yo'li emasmi? Acaba da'vo yo'li mana bu kurash yo'lining dal o'zi emasmi? Qachondan beri da'vo, ya'ni Sharq Turkiston da'vosi diniy nuqtadan fi sabilillah kategoriyasidan chiqarib etiladigan bo'lib qoldi? Talibchiqimiz ana shundoq ham Allah yo'li haqida gap setib, ham Allah yo'lining o'zi doirasiga kiradigan, jihodning o'zi jumlasidan sanaladigan siyosiy da'voni fi sabilillah kategoriyasidan chiqarib ulgurdi. Buni intayin qo'liqcha ifodalashga tirishdi. Ya'ni jihodni Allah yo'li kategoriyasidan sanaydi, ammo jihodning sohasi, maydoni bo'lgan da'vo yo'liga zakot ishlatishni to'g'ri emas deb tushundirdi. Nur TV'sini YouTuberchiligini mangdirish uchun zakot ishlatish joiz o'rinlar qatoriga tizolaydi-yu, da'vo yo'liga zakot ishlatishni to'g'ri bo'lmaydi deydi. Nur TV kanalidagi faoliyatlarini da'vatchilik kategoriyasiga tizib turib, ya'ni jihodning hukmining o'rniga dastlab turib, atalmish da'vatchilik xizmatini elib berayotgan o'zini zakot olg'uchi Allah yo'lidagilar doirasiga nomus qilmay tizolaydi. Hamda zakotni studiyasiga sarf qilishni joiz deyalaydi-yu, jihodning hukmining o'rnida bo'lmasdan, balki jihodning o'zi doirasidagi siyosiy mustaqillik yo'li bo'lmish da'vo yo'liga zakotni to'g'ri demaydi. Talibchiqimiz ana shundoq ham Allah yo'li haqida gap setib, ham Allah yo'lining o'zi doirasiga kiradigan, jihodning o'zi jumlasidan sanaladigan siyosiy da'voni fi sabilillah kategoriyasidan chiqarib ulgurdi. Buni intayin qo'liqcha ifodalashga tirishdi. Ya'ni jihodni Allah yo'li kategoriyasidan sanaydi, ammo jihodning sohasi, maydoni bo'lgan da'vo yo'liga zakot ishlatishni to'g'ri emas deb tushundirdi. Nur TV'sini YouTuberchiligini mangdirish uchun zakot ishlatish joiz o'rinlar qatoriga tizolaydi-yu, da'vo yo'liga zakot ishlatishni to'g'ri bo'lmaydi deydi. Nur TV va kanaldagi faoliyatlarini da'vatchilik kategoriyasiga tizib turib, ya'ni jihodning hukmining o'rniga dastlab turib,
Atalmış da'vatchilik xizmatini elib berayotgan o'zini zakot alg'uchi Alloh yo'lidagilar doirasiga nomus qilmay tuzalaydi. Hamda zakotni studiyasiga sarf qilishni joiz deyalaydi-yu, jihodning hukmining o'rnida bo'lmasdan, balki jihodning o'zi doirasidagi siyosiy mustaqillik yo'li bo'lmish da'vo yo'liga zakotni to'g'ri demaydi. Natijada talib chiqimiz siyosiy da'voning o'zliksizlashishining kapolati bo'lgan iqtisodiy manbalardan biriga, ya'ni Allah yo'li bo'lmish mustaqillik da'vo yo'liga ishlatishga qarshilikni din nomidan ifodalab ulgurdi. Bu yerda ketkizilgan eng muhim nuqta shuki, da'vo yo'li deyilganda buning mustaqillik da'vosining yo'li, ya'ni kafir hokimiyatning istilosiga, zolim ishg'olchi hokimiyatning mustamlikasiga qarshi kurash qilish va mustaqil bo'lishdan iborat millatning yagona chiqish yo'li ekanligiga qil sig'maydi. Siyosiy da'vo qilayotganlar buni qanchalik sap elib bora olgan yoki elib bora olmagan bo'lishidan qat'iy nazar, da'vo yo'li degan vaqtda ko'zda tutiladigan ma'no yuqorqidek. Shundoq ekan, bu yerda da'vo yo'liga zakot ishlatishni to'sish, Alloh yo'li doirasida qarmaslik, biri da'voning nimaligini bilmaydigan amoqat ekanligini e'lon qilish bo'lsa, yana bir ma'nodan islom va musulmonlarning o'rtaq umumiy manfaatiga bevosita chetiladigan musulmon xalqining taqdiri va mavjudligining qo'rg'onini kapolatga ega qilishning yo'li hisoblanadigan da'vo yo'lini jihod kategoriyasidan chiqarib tashlash. To'g'risi, da'voni xalqning halol mehnatining mevasi bo'lgan moliyaviy kuch orqali o'ri turg'izishdek bir iqtisodiy manbaning yo'lini kesishga xizmat qiladigan soxta fatvoni bichish. Amaliyotda dushman xohishiga tankash qilishdan, ularning manfaatiga yaraydigan fatvo ishlab chiqarishdan boshqa ish emas. Musulmon xalqining taqdiri va mavjudligining qo'rg'onini kapolatga ega qilishning yo'li hisoblanadigan da'vo yo'lini jihod kategoriyasidan chiqarib tashlash. To'g'risi, da'voni xalqning halol mehnatining mevasi bo'lgan moliyaviy kuch orqali o'ri turg'izishdek bir iqtisodiy manbaning yo'lini kesishga xizmat qiladigan soxta fatvoni bichish, amaliyotda dushman xohishiga tankash qilishdan, ularning manfaatiga yaraydigan fatvo ishlab chiqarishdan boshqa ish emas. Burhan Muhammadning "O'zini azidu, o'zginimi azdirdu" nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.